Qadrli do'stlar, biz oldin Stephen Covey'ning Unumdor kishilarning 7 odati degan bu kitobdagi oldingi 3 cho'ng odatni o'rganib chiqqan. Biz bu qitim ikkinchi bosqichdagi, ya'ni mustaqillik mezgilidan o'zaro tayinish mezgilidagi orliqda bo'lgan yakininkı muvaffaqiyatini tixim bir baltaq yuqori ko'tarib, kollektiv muvaffaqiyatni qo'lga keltirishda yana muhim rol o'ynaydigan bundaq 3 cho'ng odatni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, 4-odat tang naplanish. Stephen Covey bu kitobda burunqi faqat o'zini napilib qarshi taraf ziyon tortadigan yoki qarshi taraf napilib o'zi ziyon tortadigan bundaq usuldan voz kechib, ham qarshi tarafmi nap ola oladigan, o'zimiz ziyon tortmaydigan 3-bir xil usulni topib chiqib, shu asosda tang napilishni o'tirib qo'yadi. 5-odat bo'lsa, avval tushun, ondan tushunilishni ista. Stephen Covey mayli har qanday bir ishni qilganda yoki boshqalar bilan fikrlashganda xos o'zining gapini qilmay, o'zining gapini yo'rg'latmay, avval boshqalarnikini tinglash, avval boshqalarning o'yini tushunib biqib, boshqalarni tushunish. Ondan ham o'zining boshqalar tarafidan tushunilishni istashni iborat bundaq bir ideyani o'tirib qo'yadi. 6-odat yaxshi hamkorlashish. Yaxshi hamkorlashish deganlik hargizmi qarshi tarafning hamma fikrini hurmat qilish va yoki hamma fikrni rad qilib o'tish emas, orliqdagi ixtiloflarga va yoki orliqdagi o'xshamasliklarga hurmat qilgan asosda boshqalar bilan hamkorlasha oladigan usulni topib chiqish. Xo'sh, biz mushu 3 cho'ng odatni, ya'ni tang naplanish, avval tushunish, ondan tushunilishni istash, yaxshi hamkorlashishni iborat 3 cho'ng odatni o'zimizningki amaliyotda ko'rsatadigan chog'da yakuniy muvaffaqiyatni tixim bir baltaq yuqori ko'tarib, kollektiv muvaffaqiyatni ishga oshirishimizga foydasi tegishi mumkin. Eng oxirida yana Stephen Covey harni bilib turishni iborat 7-cho'ng odatni o'tirib qo'yadi. Bu nima degan gap degan chog'da Stephen Covey kitobda tan, ruh, aql, hissiyotdan iborat hamma jihatda o'zini tovlash, cheklik hayotda cho'ng bo'lgan qimmat yaratishdan iborat bundaq ideyani o'tirib qo'yadi. Xo'sh, ko'pchilik rahmat, ko'pchilikka foydasi tegishi mumkin.